dediki bir davlat. Shundaq bo'lsa-mu, lekin Hindiston asta, muqim, dal va salmoq oldi siyosat yurgizgan davlat. Hozir qaraylik, endi Hindiston Jungoning bir yo'l, bir balvoq siyosatini qabul qilmadi. Dal mushu assam, ya'ni Hindiston askari 100 ming kishilik askar yotgan mushu raylarda mush bo'layotganda Jungo 7-oyning 3-kuni 7-oyning 3-kunlik xabarda hozir Hind okeanga 14 dona harbiy parxodni avatdi. Ya'ni Jungoning 14 dona harbiy parxodi Hind okeanga kirib keldi. Demak, o tarafda Hind okeanda, bu tarafda Sikkim chegara botan, Sikkim chegarasi atrofida Jungo bilan Hindiston tirkashdi degan gap. Ya'ni bir tarixiy xabarlar qaraganda, xabarlarga qaragan vaqtida 1971-yili Sharqiy Pokiston, hozirgi Bengal davlati Pokistondan bo'linib chiqib mustaqillikka kirdi. Shu vaqtda Hindiston qanday qildi? Hindiston shu vaqtda Bengalga, Sharqiy Pokistonga askar chiqarib, mustaqilchilarning harakatini qo'lladi. Demak, bugungi Sharqiy Pokiston, ayni vaqtdagi Sharqiy Pokiston, bugungi Bengal davlatini Hindiston mustaqillikka erishtirishga yordam qildi va shu vaqtdagi sobiq Sovetlarmi shu yo'sinda yordam qildi, balki Hindiston bilan birlashdi. Shu vaqtda Pokistonning prezidenti bo'lib turgan Bhutto, Benazir Bhutto nima dedi? Ey Sovetlar dedi. Sen bugun Bengalni parchalading yoki Pokistonni parchalading. Hindistonmi senmi Bengalni parchalading, Pokistondan bo'lib chiqib ketding. Men ishonamanki, ati O'zbekistonda bir Bengal davlati bo'ladi. Qozog'istonda bir Bengal davlati bo'ladi. Qirg'izistonda bir Bengal davlati dunyoga keladi degan edi shu vaqtda Benazir Bhutto. Ko'ranga, Benazir Bhutto darg'asilib ketdi. Darg'asilib vafot bo'lgandan keyin Benazir Bhuttodan keyin haqiqatan O'rta Osiyoda Benazir Bhutto degan Qozog'iston davlati, Qirg'iziston davlati, O'zbekiston davlati dunyoga keldi. Siyosiy yo'llarning Iroqni ko'rarligi mana shunday. Hindiston tarixda shu ishni qilgan ekan. Endi qaytib kelaylik, hozir Hindiston bilan Jungo o'tirisida bo'layotgan bu ish zodi nima? Hindiston bir balbaq bir yo'l loyihasiga Rais Xi Jinpingning qatnashmaganligi uchun o'chilishmi yoki bu sabablarni qayirib qo'ysak, u chig'ini aytganda hozir Hindiston bilan Jungo o'tirisida bo'layotgan bu ish zodi nima ish? Hindiston bilan Jungo o'tirisida bo'layotgan bu ish zodi nima ish? degan savolni qo'yish to'g'ri keldi. Bugungi vaziyatimiz mana mushagicha sizlar biladigan ikki masala biri Hindiston bilan Jungoning so'rkilishi, chegaradik so'rkilishi. Ikkinchisi prezidentimiz Trump apandining Jungo Amerika hamkorligi. Chavshan masalasi bo'yicha Jungo Amerika hamkorligi oxirlashdi degan nuqtadir. Shunga bizning bu to'g'ridagi leksiyalarimizni endilikda bir undash belgisi qo'yildi. Endi bundan keyingi xabarlarga diqqat qilamiz, hurmatli ko'rsangiz.